Ovqatimiz yoqdimi sizga? Nuda yesa bo'ladi. Buni saboy qilib bergin. Itimga olaman. Bo'ldi aka, hozir qilib beraman saboy. Aka mana hamma yoqni chotki qilib saboy qilib solib qo'ydim va aka qo'shimchasiga ishxonadagi hamma suyaklarni yig'ishtirib, hammasini chotki qilib solib qo'ydim, ko'paytirib aka savob bo'ladi. O'zi yaxshi qasam, tushundingmi? Eshik. Dadamning asabi buzilsa. Kim qo'ydi bu baqirib bergan? O'zingiz qo'ydingiz-ku dadasi. Tursin shu yerda bo'lmasa. Qimillamasin, shu yerda tursin. Kechki ovqatga osh qilib qo'yganman dadasi. Osh? Qanaqa osh? Kim senga osh qildi dedi? O'zingiz osh qildi deysiz-ku. Osh degan bo'lsa osh qilishasan-da. O'g'ling qani yotibdimi hali? Hey! Nima qilib yotibsan? Telefon o'ynab yotibman dedi. O'yin o'ynab yotibsan? Hey! Qo'rg'onga kimdir qaysidir ahmoq o'tlar sachib ketib, hamma yo'q o'tib ketibdi. Turib ashlar hammasini terib qo'y. Hech kim yo'q bo'lmasa. Sen chekishni bilmayapsan. Men kinoda ko'rganman, mana. So'l chekyapsan ha? Faqat hech kimga aytib qo'ymang. Sen mening yaqin do'stimsan, bilasan, Qobil. Hech kimga aytmayman, ha. Sen ham dadamga aytib qo'ymagin, xo'pmi? Yo'q, men birovga aytibman, ishonavor, javob zubdayu. Men qara, men senga ishonmayman. Qani 5 tasha. Kelishdik, aytib qo'ymagin. Qoppa, Sattordo'l, maki. Assalomu alaykum tog'a. Kecha senlar chekishdingmi? Orqada sigaret? Yo'q, chekamiz yo'q. Ko'rdingmi o'zim bichoylarini? Aldama. Aldamayman men tog'a, u do'stim-ku. Boshqacha gaplashamiz shekilliga senlar bilan. Теперь давай танцуй. Что смущает тебя? Давай танцуй. Berkitib qo'ygan bor edi xotinda bekkan. Bu amerikanskiy. Mana. Maqtaganing. Masakasiga qilamiz. Shapkani. Ha? Tepadimi abi? Ha? Qop-qora suv. Mana. Suv? Yo'q, mana tepyapti. Hech narsa yo'q. Yana bir marta ichib ko'rchi, mana. Javob lekin. Men senga aytdim og'ayni, keyinroq tepadi deb sabr qilmaysan-da. Abbo, Jahon telefon qilyapti-yu. Tepolmasini ish qilib, o'g'lim aka. O'g'lim, hozir Jahon tog'ing bor, hali achkida yuradigan qop-qora xunuk. Ash tog'ing keladi. Men o'tga bekinib turaman o'g'lim. Sen u tog'ingga aytginki, dadam ham chaqiruvdi, ishi bilan ko'chaga chiqib ketdi degan. Bo'ptimi o'g'lim? Bo'pti. U bekinaman, qoch. Turib shu. Buramiz sig'ay. Diyorni bolasi qaraysan. Men qara dadang telefonni ko'tarmayapti. Xonahoy oying chaqirgan bo'lsa, g'izillab ketgandir-da. Yo'q, ana bekinib o'tirib. Bugun kun yaxshi. Yo'lda o'g'ri chiqib telefonimni olishga harakat qilsa nima qilaman? U mendan telefonni olishga harakat qiladi, tortadi. Ibrohimning vaziyatni kutib basharasiga bir uraman, har bir sekundda o'siradigan bo'lib qoladi. Ha, men buni eplayman. Taram. To'xta. Orqamdan kelib bo'g'asachi. U orqamdan kelib bo'g'ishga harakat qiladi. Chiqishga harakat qilaman, tortaman va barmoq usuli esimga tushadi va uni qo'ltig'iga zarba beraman. Mana shu barmoq meni qutqarib qoladi. Ha, men barcha usullarning qiroliman. Qo'yin, men nihoyatda baquvvatman. Aka, telefoningizdan foydalanmasam bo'ladimi? Bo'ptimi? Rahmat aka. Una mattina mi sono svegliato. Voy bilan uryapti-yu. Aka, uzr, mashinangizni urib oldim. Telefon qiling. Ha. Alo. Ha aka, assalomu alaykum. Shunaqa ana oynagimga yopishtirib ketgan ekansiz. Mashinangizni urib oldim. Uzr deb aka. Mayli endi aka, falokat bo'lib turadi. Bilmadim aka, bir $200 rasxod ketarmikin. Bo'pti aka, endi siz ham qiynalmang aka, shu nomerga $100 tashab bering, o'zim qo'shib qildirib olaman aka. Zo'r odam aka. Alloh rozi bo'lsin, $100 tushdi mana.
Sizni mashinangizmi bu? Ha, meni mashinamidi? Yomon uribdi kimdir? Mana mashinangizmi qarang. Kim urardi? Xotin, choy olib kel. Eshikni qara, kimdir chaqiryapti.